Har kuni barchamiz ishga, o'qishga otlanamiz. Tabiiyki, manzilimizga yetib olish uchun turli transport vositalari xizmatidan foydalanamiz. Bu borada ayniqsa jamoat transporti jonimizga oro kirib, uzog'imizni yaqin qiladi. Shu inobatga olinib, keyingi yillarda transport kommunikatsiya tizimida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Transport va yo'lovchi tashish tizimini tubdan yaxshilash, sohani texnologik jihatdan yangilash borasida ro'yobga chiqarilayotgan ishlar yurtdoshlarimizga barcha qulayliklarga ega xizmat turlarini taklif etish imkonini bermoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Oldinlari jamoat transportida xizmat ko'rsatish sohasida kamchiliklar yetarli edi. 10-15 va hatto 20 yildan ortiq vaqt davomida foydalanib kelingan avtobuslar na yo'lovchilarga qulaylik tug'dirar, na ko'zlangan iqtisodiy samarani berar edi. Keyingi yillarda esa sharoit tubdan o'zgardi. O'tgan yili Urganch shahrida aholiga qulay transport xizmatini tashkil qilish maqsadida Xitoydan 80 ta zamonaviy avtobuslar olib kelindi. Ushbu avtobuslar shahardagi 6 ta avtobus yo'nalishlariga joylashtirildi. Natijada aholining jamoat transportidan foydalanish darajasi o'rtacha 26% dan 38% ga yetkazildi hamda avtobuslar oraliq intervali 2 barobarga, ya'ni 10-15 daqiqadan 5-8 daqiqaga qisqartirildi. Bugungi kunda Xorazm viloyatida 265 ta yo'nalishlar mavjud bo'lib, 2694 ta avtotransport vositalari yo'l ishlash bilan shug'ullanib kelmoqda. O'zini o'zi band qilgan yo'nalish taksilarimiz bugungi kunda 14858 ta bo'lib, ular ham yo'l ishlash bilan shug'ullanib kelishmoqda. Urganch shahrida avtobus bekatlarida elektron tablolar o'rnatilgan bo'lib, bunda real rejim vaqtlari ko'rsatilib turibdi hozirgi kunda. Avtobuslarning ketish vaqti, kelish vaqtlari ko'rsatilgan. Umuman olganda esa avtobus yo'nalishlaridagi qatnovlar soni 4309 tadan 6682 taga oshirildi. Bundan 5 yil oldin kuniga 400 mingdan ortiq yo'lovchiga xizmat ko'rsatilgan bo'lsa, bugungi kunda 600 ming yo'lovchini manzilga yetkazish imkoniyati yaratildi. Tahlillarga ko'ra, joriy yilning 9 oyi davomida birgina Urganch shahrida yo'nalishli transport vositalari qatnovidan 100 ming nafardan ko'p yo'lovchi foydalanganligini ko'rsatmoqda. O'zgarishlar faqatgina yo'lovchilar va avtobuslar sonini oshirish bilan cheklanmagan. Ya'ni jamoat transportiga to'lovlarni amalga oshirish tizimi ham takomillashtirildi. Yo'nalishlarda yo'l kira uchun elektron to'lovlarga imtiyozlar berildi. Shuningdek, maxsus dastur asosida brutto shartnomasi bilan yo'nalishlarga biriktirilgan avtobuslarni bosib o'tilgan yo'l va sifat mezonlari bo'yicha baholanib, oyma-oy va kundalik hisobotlar yuritilmoqda. Yo'lovchilar oldingi tizimda faqat naqd puldan foydalangan bo'lishsa, hozirgi yangi tizimda elektron to'lov tizimi tashkil qilingan bo'lib, bu to'lov tizimida bir qancha imtiyozlar yaratilgan. Ya'ni avto transport kartalari orqali o'quvchi nomli kartalar yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan insonlar uchun alohida kartalar va oddiy yo'lovchilar uchun alohida transport kartalaridan foydalanishlari mumkin. Bu kartalarning afzalligi yo'l kira narxi 3000 so'm naqd pulda bo'lganda, karta orqali to'lov amalga oshirilganda 2300 so'm qilib belgilangan. Bundan tashqari Urganch shahrida jamoat transportining to'siqsiz harakatlanishi uchun jami 5,5 kilometrga yaqin alohida yo'laklar chizildi. Yo'lovchilarga qulaylik yaratish maqsadida brutto tizimidagi yo'nalishlarda joylashgan bekatlarga real vaqt rejimini ko'rsatib turuvchi elektron tablolar o'rnatish ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jamoat transportini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Transport vazirligi tizimida yo'lovchi tashishni monitoring va nazorat qilish davlat muassasasi tashkil etilgan. Davlat muassasasida ikkita bo'lim bo'lib, transport xizmatlari sifatini nazorat qilish hamda avtomatlashtirilgan dispetcherlik bo'limi faoliyat olib boradi. Bugungi kunda ushbu qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida Urganch shahrida jami 16 ta yo'nalish mavjud bo'lib, hozirgi kunda ushbu 16 ta yo'nalishdan 6 ta yo'nalishi brutto shartnomasi asosida faoliyat yuritib bormoqda va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Yangi brutto tizimida faoliyat olib borilayotgan 6 ta yo'nalishimizda sentabr oyi misolida oladigan bo'lsak, jami 5 milliard so'mdan ortiq ish hajmi bajarilgan bo'lib, salkam 3 milliard 200 million so'mlik yo'l kira narxi elektron tarzda to'langan, 2 milliard 200 million so'mga yaqin mablag' naqd pulda to'langan. Bu o'z o'rnida ko'rishimiz mumkinki, hozirda yo'lovchilar bu elektron to'lov xizmatidan foydalanish darajasi oshib bormoqda. Hozirgi kunda bu ko'rsatkich 60% ga yetdi. Joriy yil yakuniga qadar viloyatimizga yana 20 ta yangi zamonaviy avtobus va 10 ta trolleybuslar olib kelinadi. Bularning barchasi yo'lovchilarga qulaylik yaratib, xizmatlar sifatini yaxshilashga asos bo'la oladi.